Assalomu alaykum, xayrli kun. Bitta narsani aytmoqchi edim-da. Agar zamonimiz shu zaylda ketaversa, baribir internetdan daromad qilishga to'g'ri keladi. Chunki oyliklarimiz kam. Oylik olganingizdan keyin kreditga, qarzga, produktga, bolalar maktabiga, yana bir narsalarga bo'lib oylik parcha-parcha bo'lib ketadi. Katta qilgan orzu-havaslaringizga yetmay qoladi. Masalan, uy, joy, mashina, to'y hasham, bularga yana kredit olishingizga to'g'ri keladi. Shu uchun aytganman, shu zamonamiz shunaqangi texnologik kuchayish zamonida ketaversa, baribir internetdan daromad qilishga to'g'ri keladi. Shu uchun men sizga bitta ma'lumot bermoqchiman. Internet ijtimoiy tarmoqlarda bitta zo'r proyekt bor. O'zim hozirgi kunda daromad qilib kelyapman. Nomi Befree. 58 ta davlatda ishlanadi. Xalqaro kompaniya, bu litsenziyalangan. Har yil avgust oyida proverka qilinadi internet politsiyachilari tomonidan. Telegram nomerim silkamda o'ting. Men o'rgataman hammasini po polочкам sizlarga ko'rsatib beraman. Marketingda tashlab beraman. Birgalikda komanda bo'lib proyektimizda ishlaymiz.